may, xotira va qadrlash kuni. Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan tarixiy g'alabani ta'minlashga ko'p millatli O'zbekiston xalqining qo'shgan hissasi beqiyosdir. Bugungi tinch va ozod farovon hayotga erishish yo'lida fidoyi ota-bobolarimiz namoyon etgan mardlik va jasoratni el-yurtimiz hech qachon unutmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Ma'lumki, bugungi kunda vatanimiz tarixini xolis va haqqoniy o'rganish, jumladan Ikkinchi jahon urushi va u keltirib chiqqan mislsiz yo'qotishlarni, urushda erishilgan buyuk g'alabaga O'zbekiston xalqining qo'shgan munosib hissasini aniqlash, hujjat asosida ko'rsatish, fashizmga qarshi janglarda qatnashgan minglab yurtdoshlarimizning nomlarini abadiylashtirish, yosh avlodni mardlik, vatanga mehr, sadoqat ruhida tarbiyalash borasida ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita tashabbusi bilan 2020-yil 9-may Xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushi fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan Toshkent shahrida G'alaba bog'i yodgorligi barpo etildi. Xabaringiz bor, 2020-yil buyuk g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan O'zbekiston nashriyot tomonidan O'zbekiston xalqi fashizm ustidan qozonilgan g'alaba to'g'risidagi kitobi chop etildi. So'ngra 2021-yil 9-may Xotira va qadrlash kuni arafasida esa O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi davrida nomli ikkinchi kitob ham chiqdi. Ushbu kitoblarda respublikamiz va xorijiy mamlakatlarning arxiv va muzeylarda, fondlarda urush qatnashchilarining va ularning oilalarida saqlanayotgan hali ko'pchilikka noma'lum bo'lgan noyob ma'lumotlar, nodir tarixiy faktlardan o'rin olgan. Taqdim etilayotgan ushbu kitobda mangu jasorat namoyoni, askar xatlari, yangi arxiv hujjatlari, front ortidagi matonat, xalqimizning abadiy yodida minnatdorchilik tuyg'ulari kabi bo'limlardagi ma'lumotlar bilan tanishar ekansiz, urushning butun fojiasi ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Zero, xalqimizning urush yillarida ko'rsatgan qahramonligi, urushdan qaytmagan minglab yurtdoshlarimizning muqaddas xotirasi, front ortida kechgan og'ir va mashaqqatli hayoti biz uchun katta hayot maktabi, g'urur va iftixor manbai bo'lib, vaqt o'tgan sayin bu o'lmas qadriyatlarning ahamiyati tobora ortib boraveradi.